Assalomu alaykum azizlar, kuzatuvchilari. Xudo xolisa mana begomizlarimizni dastlabki qilish jarayonidamiz. Mana hozir 22 tonna Yangiyo'l tumanida yangi bog' yaratilyapti. O'sha bog'larga mana begomizlar har bitta daraxt tagiga 5 kilodan 10 kilogacha solinsa, effekti juda ham yaxshi bo'ladi. Birinchi navbatda tomirini kuchaytirib beradi hamda ekilgan tuproqni ham unumdorligini oshirib beradi. Meva hosil berishiga ham juda ham yaxshi samara beradi. Xudo xolisa mana 22 tonna Yangiyo'l tumaniga dastlab qilmoqdamiz. Mana begomizlarimiz endi ishlash jarayonida. Mana maxsus mashinalarda, elaklarda elayapmiz. Bundan tashqari hozir yana 150 tonnaga yaqin mana bir tayyor begomizlarimiz bor. Ularni ham Xudo xolisa dastlabki qilish jarayonlarini videorolik orqali ko'rsatib boramiz. Kimga sifatli begomiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida, Toshkent shahar Toshkent viloyati bo'yicha dastlabki qaramimiz mutlaqo tekin, ulgurji narxda birinchi qo'ldan olishingiz mumkin.